Ikkinchi turmush. Orzudagi sinov. Tabiiyki, har bir ajrashgan ayol boshqa turmush qurmayman deydi. Ammo u har doim o'zi ishona oladigan, yelkasiga boshini qo'ya oladigan bir juft turmush yelkadosh bo'lishini xohlaydi. Men yolg'izman, men baxtliman deganlar esa ko'p. Ammo bular yolg'on. Axir inson juft bo'lib yaratilgan. Har bir ayol baxtli bo'lishga munosib. Men baxtliman, men yolg'izman, lekin men baxtliman degan so'zlar esa bu yolg'on. Men ayol kishini tushunaman. Sizchi? Siz ham tushunasiz yoki uni ayblashda davom etasizmi? Ayolni tushunmagan erkak uni yo'qotadi. Ayol har doim o'zi ishonadigan, uni tushunadigan insoni bo'lishini xohlaydi. Men yolg'iz ayol bo'la olmayman. Men faqat kundosh hayotida qabul qilishadi. Shu holatda turmush qurish takliflari bo'ladi. Ayol katta umid bilan, ishonch bilan yana turmush quradi. Ammo vaqt o'tib yana aldanganini anglaydi. Va ichida bir fikr tug'iladi. Men yolg'iz ayol bo'la olmayman. Meni faqat kundosh hayotida qabul qilishadi. Chunki jamiyatda ajrashgan ayolga birinchi ayollik taklifini berishmaydi. Natijada ayol kundoshli hayot tanlaydi. Ayol ruhan yiqiladi, kasal bo'ladi. Ichida bitta savol: men nima qildim? Nega buning javobi bunday bo'ldi? Ishonganim uchunmi? Adolatsizlikka ko'nganimmi aybim? Ko'z yumganim uchunmi? Tunlarimni yostiqqa bo'sh qo'yib sabr qilganim uchunmi? U izlanishni boshlaydi. Internet orqali psixolog topadi. O'z ustida ishlay boshlaydi. Ayolga eng kuch bergan so'z ikkinchi turmushidagi turmush o'rtog'idan eshitgan so'zi: men uchun o'lib ketmaysanmi? Kim ham bo'larding? Bu ikki so'z ayolga kuch beradi. Taslim bo'lmaslik uchun sabab bo'ladi. Janjal vaqtida aytilgan bu so'z uni ichkaridan yoqadi. Ammo harakatga undaydi. Ikkinchi turmush paytida o'ziga sabrli bo'laman degan va'dani bergan. Sabr qilgan. Ko'chaga chiqishga qo'rqsa ham o'z orzulari sari yo'l olgan. Duo qilgan, sabr qilgan, orzularidan voz kechgan. Bir kun hammasi o'zgaradi deb umid bilan yashagan. Chunki ikkinchi turmushdagi ayol yana zarba yemaslik uchun hamma narsaga ko'nikadi. Faqat sabr qilgan. Xo'sh, nima mukofot oldi? Bu ayol o'zidan, ichki ovozidan, men baxtga loyiqman degan e'tiqoddan voz kechgan. Bir kun hammasi o'zgaradi deb umid bilan yashagan. Chunki ikkinchi turmushdagi ayol yana zarba yemaslik uchun barcha holatga ko'nikadi. Yolg'izlikdan qo'rqadi. Tanlanmaslikdan qo'rqadi. Eng og'riqlisi voz kechishdan qo'rqadi. Bu ayol o'zidan, ichki ovozidan men ham baxtga loyiqman degan e'tiqoddan voz kechadi. Faqat sabr qilgan. Evaziga nima oldi? Voz kechilish. U bolalarning otasiga aytadi: men ishsizman, bolam bilan qolganman. Ozgina muddat yordam ber. Oyoqqa turishimga ko'maklash. Javob: sen kim ham bo'larding? Bu kulgi unga eng katta kuchni beradi.
Psixolog yordamida ishlashni boshlaydi. Konsultatsiyaga pul olmasdan yordam bergan psixolog bilan o'qiydi, sertifikat oladi, diplom oladi, uy oladi, oyoqqa turadi. Erkakdan pul ham ololmaydi, ammo o'z kuchi bilan rivojlanadi. O'g'li 1-sinfga chiqadi. Autizm, inuriz va boshqa aqliy zaiflar aniqlanadi. Bu ayol uchun og'ir zarba. Yolg'iz ona uchun 2 karra og'riq. Ammo o'z ustida ishlashda davom etadi. O'sadi, rivojlanadi. Hech qachon taslim bo'lmayman degan so'z unga har doim kuch beradi. O'zining ishonchini, bilimini oshiradi. Bolasiga ham ota, ham ona bo'ladi. Unga hech kim yordam bermagan, ammo bir narsani tushunib yetgan. Unga hech kim yordam bermagan, ammo bir narsani tushunib yetgan. Sizga hech kim yordam berishga majbur emas. O'zingiz turishingiz, harakat qilishingiz kerak. Boshqalarni ayblash juda ham oson. Keling, yaxshisi ayblashdan ko'ra biz harakat qilishni tanlaymiz. Omon bo'ling.